Qadrli do'stlar, hozir ma'lumot bizga kunut soatida sekundida kelib berishi. Ko'rib turamiz, bu kunlarda yo'l transportlari risk keskin ortib ketdi. Yap-yosh yigitlar, hatto bolalar qatnashында avariyalar kelib chiqadi. Bilamiz, Yashil o'zanda bo'ldi. Bir mashinada 5-6 kishi halokatga uchradi. Shular kelib chiqdi Petrashda 16 yoshlik, 15 yoshlik o'smir yigitlar tuyulishib o'tiralar mashinaga, chiqib shabalar. Tecrübe yok. Borib barlarlar qarşılıqqa ham kelib chiqa qo'tishqish fajiga. Ota-onalar jaygichirda o'zlarining bolalarına bir ixtiyorli bo'lsinlar edi. Davlat avtomobil inspeksiyasida chaqirib turaydi. Ochqichlarni jiroqqa qo'yib, yashirga kerak, garajlarni beklarga kerak. Bola-chaqa jilosajilar mashinalarni bermasga kerak ular. Hozir kanikul chiri. Bolalar avulda, anda shu xatda qo'rqib kelamin. Uram to'l bola-chaqa qaysi jiri mototsiklda, qaysi jiri velosipedda, qaysi jiri elektr samokatida, elektr velosipedida. Hozir avul kishisi bilan shaharda ayirma yo'q. Texnika butun kishida bor hozir. Avullarda yo'llar yaxshi, mashinalar yurib turadi shaharda ekan. Bolalarni qaravi yo'q. Mana ota-onalar ukalamasin. Bu javobsizlik shu. Kichkina bolalar 2-3 yoshliklardan boshlab 14 yoshliklar hali. Butunisi uramda bir ningni qoida o'tash yo'q anda. Ул уң якны, сол якны да белми ул. Барра синең машинага каршы, шунда Алла сакласын, килеп чыга берлешәләр. Ул электр мотоциклларына йөрүләр бала-чагаларның. Ул бит инде автоинспекция хезмәткәрләре әйтеп тора, махсус мотоциклларда гына йөрергә кирәк дип. Ата-аналар күзәтчелегендә. Алар юк, машина юлында йөриләр, бер нинди кагыйданы үтәмичә. Әнә дәүләт инспекциясе җитәкчесе Иптәш Гарипов әйтеп тора бит. Ата-ананың күзендәге хәсрәт ни ди? Кичерергә язмасын ди. Менә шундый хәсрәтне кичерергә язмасын безгә иптәшләр. Юл кагыйдәләренә игътибарлы булсак иде.